Alloh taolo Moida surasida shunday marhamat qiladiki: A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Qarang, Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, biror jonni o'ldirmagan yoyinki yer yuzida biror fasod ishni qilmagan insonni o'ldirgan odam xuddiki hamma odamlarni o'ldirgan kabidir dedi. Birovga aziyati tegmagan, yer yuzida bir fasod qilmagan, birovni o'ldirib qo'ymagan bir insonni o'ldirib qo'yadigan bo'lsa, fakan nima qatalan nasa jami'a. İnsanlarda hammasini o'ldirgan bilan barobar dedi. Demak, yo'lda yurar ekanmiz, bizda katta mas'uliyat bor, majburiyat bor. Qancha oldimizda o'tayotgan insonlarni taqdiri bor, ya'ni Alloh saqlasin. Agar biz ozgina beparvolik qiladigan bo'lsak, o'sha yo'l harakat qoidalarini buzib qo'yadigan bo'lsak, qanaqa oqibatlarga olib kelishini tasavvur qiling. Bugun tasavvur qilishimiz ham qiyin bo'lmay qoldi. Nimaga? Chunki mana oddiygina ijtimoiy tarmoqlarga kirib ko'rsangiz, har kunlik bo'ladigan hodisalarni deyarli videoroliklari chiqib turadi. Ko'ring, qanaqangi katta tezlikda kelib birovlarni joniga qasd qo'yapti. Eng achinarlisi, hatto maktab bolalaridagi holatlarga guvoh bo'lyapsiz-da. İnson hatto ko'rishga toqati yetmaydi u. O'zingizni farzandingizni shuni o'rniga qo'yib ko'ring endi. O'sha avtobusda tez haydayotgan paytingiz bir ko'z oldingizga o'zingizni farzandingiz kelsin. O'sha begunoh go'daklar ham kimlarnidir farzandi. Qanaqangi tezlikda kelyapti, qayerga shoshyapti, nimaga shoshadi? Ya Alloh saqlasin, Alloh harom qilgan narsani ichib olib rulga o'tiradi. Mana nima uchun qoidalar jiddiylashib boryapti? Chunki insonlarga tushunib bo'lmaydigan holat kelyapti. Jarimalar oddiy holat bo'lib qolyapti. Ba'zilarda bir moddiy imkoniyati kengroqdir, ha to'laymanda deb jarimani ustiga jarima qiladiganlar bor. Bir yilligini tugul bir oylik qoida buzarligini hisoblab ko'rsangiz aqlingiz sig'maydi. Bu qoida buzgani mayli, jarima to'lagani mayli, lekin u o'sha paytda qanchadan qancha insonlarning hayotini xavf ostiga qo'yib yurgan bo'ladi.